Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda biz bu magazinimizdan produktlar olamiz. Produktlarimizni biz sizlarga narxlarini tanishtiramiz. Nima qancha turadi. Ilk konse videoda biz общий summani ko'rsatamiz sizlarga. Do'stlar, biz Rossiyaning Samara shahrida turamiz. Sizlarga biz videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Именно qaysi направлениядagi videolarimiz больше всего yoqyapti. Bu haqida ham o'z fikringizni qoldiringlar. Bizga очень важно. Endi narxlar bilan tanishib boshlaymiz. Moloko bir donasi 3,2%lik 102 rubl 15.800 so'm. Priprava oldik 3 dona 54 rublga 8.300 so'm. Makaron 2 donasi 100 rubl 15.500 so'm. Undan keyin yogurt 3 dona, bittasini уже kichkina yeb qo'ydi, 210 rubl 32.500 so'm. Salfetka 2 dona влажный oldik, 25 rubl bo'ldi, 3.800 so'm. Guruch oldik, undan keyin 109 rublga 16.900 so'm. Shakarimiz bo'ldi 59 rubl 9.100 so'm. Tovuq go'shtimiz 318 so'm. 49.350 so'm bo'ldi. Endi ikkinchi paketimizni ochamiz. Mayonez 90 rubl 13.900 so'm. Undan keyin olma oldik 149 rublga 23.100 so'm. Maslo подсолнечное 100 rubl 15.500 so'm. Kartoshka oldik общий 4 kiloda 150 rubl 23.200 so'm bo'ldi. Piyozimiz 28 rubl 4.300 so'm bo'ldi. Endi uchinchi paketimizni ochamiz. Tvorожный sir oldik 100 rublga 15.500 so'm. Kapusta koreyskiy 89 rublga 13.800 so'm. Undan keyin mandarin oldik 130 rublga 20.100 so'm. Undan keyin sir oldik 150 rublga 23.200 so'm. Undan keyin tuxum oldik 58 rublga 10 dona 9.000 so'm. Undan keyin tvorog oldik 100 rublga 15.500 so'm. Smetana oldik, u ham 100 rubl, u ham 15.500 so'm. Keyin oxirida sosiska oldik 100 rublga 15.500 so'm, ko'rinli sosiska. Maslo sливочный oldik 129 rubl 20.000 so'm. Oxirida yana ko'kat oldik 70 rublga aralash 10.800 so'm. Yana чудесам надо верить deb lotereya bileti oldik 100 rublga. Do'stlar, общий summamiz 3043 rubl, o'zbek puliga 472.200. Xayr hammaga.